Bugungi kunda butun dunyo jamoatchiligini jiddiy ravishda solayotgan eng dolzarb muammolardan biri bu iqlim o'zgarishlari masalasidir. Iqlim o'zgarishi deganda yer sharida uzoq yillar davomida havo harorati, yog'ingarchilik miqdori, shamol yo'nalishlari va boshqa iqlim ko'rsatkichlarining izchil va barqaror tarzda o'zgarib borishi tushuniladi. So'nggi 10 yilliklarda kuzatilayotgan global isish, ya'ni havo haroratining o'rtacha ko'rsatkichlari oshib borayotgani asosan inson faoliyati bilan chambarchas bog'liq. Xususan, sanoat korxonalarining faoliyati, avtomobillar sonining ko'payishi, elektr energiyasi ishlab chiqarishda ko'mir, neft va gaz kabi qazilma yoqilg'ilardan haddan tashqari foydalanish natijasida atmosferaga katta miqdorda issiqxona gazlari chiqarilmoqda. Ushbu gazlar yer atrofi issiqlikni ushlab qolish, tabiiy iqlim muvozanatining buzilishiga sabab bo'lmoqda. Iqlim o'zgarishlarining salbiy oqibatlari bugun allaqachon kundalik hayotimizda yaqqol sezilmoqda. Jumladan, ayrim hududlarda yog'ingarchilik miqdorining keskin kamayishi natijasida qurg'oqchilik kuchayib, suv resurslari tanqisligi yuzaga kelmoqda. Boshqa hududlarda esa aksincha, kuchli yomg'irlar sabab sel va toshqinlar soni ortib bormoqda. Dovul, issiq to'lqinlar va boshqa ekstremal ob-havo hodisalari tobora ko'payib, katta moddiy zarar va inson talofatlariga olib kelmoqda. Bundan tashqari iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligi sohasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hosildorlikning pasayishi, ekinlarning qurib qolishi va chorvachilik uchun yem-xashak yetishmovchiligi oziq-ovqat xavfsizligini izdan chiqarmoqda. Ayrim hududlarda havo ifloslanib kuchayib, issiq urishi, nafas yo'llari va yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq holatlar ko'paymoqda. Ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasi jumladan O'zbekiston uchun iqlim o'zgarishlari alohida xavf tug'dirmoqda. Suv resurslarining kamayishi, daryolarning sathi pasayishi va yerlarning cho'llanishi mintaqa rivoji uchun jiddiy muammoga aylanib bormoqda. Shu bois iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashish bugungi kunning eng ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu yo'lda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, energiyani tejash, atrof muhitni muhofaza qilish, daraxt ekish va yashil hududlarni ko'paytirish, shuningdek aholining ekologik madaniyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Termiz iqtisodiyot va servis universitetida atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan bir qator ekologik tadbirlar tashkil etilmoqda. Xususan, O'zbekiston Ekologik partiyasi Surxondaryo viloyati kengashi xodimlari hamda ekovolontyorlar ishtirokida atrof muhitni plastik va polietilen chiqindilaridan tozalash va obodonlashtirish mavzusida ekologik aksiya o'tkazildi. Aksiya davomida universitet hududi va unga tutash hududlar tozalanib, chiqindilar saralandi hamda obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, ekologiya boshqarmasi va Surxon davlat qo'riqxonasi xodimlari ishtirokida bugungi kundagi global iqlim o'zgarishlari, tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish hamda ekologik muhofaza masalalariga bag'ishlangan targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. 13-oktyabr Xalqaro tabiiy ofatlar tahlikasini kamaytirish kuni munosabati bilan tozalikda baraka bor shiori ostida umumxalq hasharlari tozalik aksiyalari bo'lib o'tdi. Unda universitet jamoasi, talabalar va ko'ngillilar faol ishtirok etib, atrof muhitni ozoda saqlash borasida amaliy ishlar olib bordilar. Qolaversa, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida navbatdagi ekologik tadbir tashkil etilib, hududda ko'chat ekish, yashil hududlarni kengaytirish va ekologik madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan ishlar amalga oshirildi. Mazkur tadbirlar atrof muhitni muhofaza qilish, yoshlar orasida ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirish hamda barqaror rivojlanish tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.